Assalomu alaykum agroteplik sog'lom a'zolari, barchangizga kun xayrli bo'lsin. Biz videomizni boshladik. Xo'p, bugungi videomiz ko'pchilikni azob berayotgan shira kasalligi haqida bo'ladi. Nimani qilsak bo'ladi degan savollar ko'pchilikni boshida aynalyapti, aziz obunachilar. Xo'p, Furel 10 litr suvga 25 gram. Birinchi varianti. Ikkinchi varianti Vertimos Gold 10 litr suvga 20 gram. Sizlarga shu narsani ta'kidlab o'tamanki, aziz obunachilar, 20% dan ziyodi bo'lgan zaharli ximikatlarni berishlaringiz qat'iyan taqiqlaydi. Men emas, endi Situs shu narsani taqiqlaydi. Sababiki mana ko'ryapsizlar, chashka, mana chashkani mana ushlab qo'ygan bu qismi, mana pastdagisi. Ana shu narsani kuydiradi. Shuning natijasida to'kiladi, aziz obunachilar. Mana o'rtasida mana shu hosil qoladi, mana ko'ryapsizlar. Mana o'rtasidan shunday hosili bo'ladi. Bu saqlagani bo'ladi. Mana bu esa saqlagani emas, ana bu. Mana bu saqlamagan, ko'ryapsizlar? Mana bu saqlamagan, to'kilib ketadi. Yonidagi, yuqoridagi mana bu saqlagan, mana bu. Mana bu saqlangan, mana. Uni tegirsak tushib ketadi. Aziz obunachilar. Keyingi masala ko'pchilikni tushunmoqli qiynayotgan ekan. Karbapos degan narsa bu. Tagiga sepib chiqasizlar, karbapos bilan ketadi. Keyin ko'pchilikda yelim chiqayotgan ekan, yelim. Muammo bo'lyapti deb yozyapti ko'pchilik. Yelim. Misol uchun mana bizda ham yelim chiqqan, mana. Yelim nimadan kelib chiqadi? Limon tagida namlik oshganda 85% namlik saqlab tursangiz, yelim обязательно chiqadi. Lekin u qotgan, mana yelim o'zi qotib qolgan, oldin chiqqan bo'lgan. Mana hozirgi paytda qotib qolgan. Bu limon uchun zarar qilmaydi. Yo'qotish usuli 10 litr suvga 30 gram oltin gurt, 30 gram medni kuparos, 5 gram aktara. Tagidan sepib qo'ysa ham, o'sha stvola sepib qo'ysa ham bo'ladi, gubkada surkab qo'ysa ham bo'ladi. Aziz obunachilar, обязательно surkab qo'ysa yaxshiroq bo'ladi. Teplisani ichi bardak debsizlar. Obunachilar, teplisani ichi bardak emas. Teplisani ichida bu bardak ko'rinayotgan sababi asosiy mana bu sotiladigan ko'chatlar bor. Mana shuni hisobiga bardak ko'rinishi mumkin. Bu yerda mana bu narsani sizlarga tushuntiraman. Mana har 60 cm da mana ko'chatimiz bor, mana har 60 cm da. Mana birinchi ko'chat, keyingisi mana 60 cm da ko'chatimiz bor. Hozir buni sotuvga bular mana turgan joyiga gullab mana hosil berayotgan ko'chatlar, bular sotuvda ko'chatlar. Bardak ko'rinishi shu bo'lishi mumkin. Boshqa tomondan hammasi joyida. Mana ko'chatlar, mana barglar yashnab уже, mana hosil уже ushlagan. Bular ko'chatlar. Toshkent navli, Meyer navli ko'chatlar, obunachilar. Shunisi bardak ko'rinishi mumkin. Mana bir qarashda ko'rganda bardak ko'rinadi, to'g'ri. Lekin ko'chatlar orasi yaqin bo'lgandan keyin shunday ko'rinadi. Mana ko'chatlar sifatli. Mana hosillarni ushlagan. Sotuvda ko'chatlar ular, mana. Aziz obunachilar.
Endi misol buni yangi Tbilisiga ko'chamiz yaqinga. Inshaalloh. Yangi Tbilisiga ko'chadigan bo'lsak, bu Tbilisi bo'shaydi. Nasib bo'lsa, oldingi holatda chiroyli video olamiz. Mana. Hozirgi paytda siqilinch 600 ga yaqin ko'chat bo'lib yurdi. Shu uchun tiqilinch bo'lib qolgan ko'rinishi mumkin. Aziz obunachilar, mana hamma joyda ko'chat bo'lib yurdi. Har 60 cm ga ko'chat ekilgan aziz obunachilar. Xo'p, masaladan uzoqlashmaymiz. Keyingi masala shira dedik. Shiraga Furel degan preparat 10 litr suvga 25 gram, Vertimoz 10 litr suvga 20 gram, Bellik 8 10 litr suvga 5 gram aziz obunachilar. Xo'p, ko'pchilikda buralayapti deyapti. Mana barglar buralayapti. Bu xudojnik hisoblanadi. Xudojnik uchun Nestor 10 litr suvga 25 gram. Hosilni to'kib yuboryapti deyapti. Mana men hosil ushlamaydi deyapti. Kelinglar ochiqchasiga emaslik tushuntiraman. Limon hosiliga boshqa narsani ko'rsatmayman, prosta tak shuni sizlarga tushuntiraman. Aziz obunachilar, qarang. Limonni saqlaydigan narsa asosiy. Videomiz qanchalik foydali bo'ladi, bu siz bilasiz. Kaliy, asosan kaliy sulfat, shu videoda qo'ydim. Limonlar ichiga berdim. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, suv mana qop-qora. Ya'ni bu yerda toza suv ichgan, yaqinda ichgan. Bu yerda hozir go'ng sharbat, Gumilukis, endi Avstraliya gummatda, gummat kaliy va kaliy sulfat va Kemiroluxni aralashtirib limonarian tagidan oqizdik aziz obunachilar. Hozirgi paytda tagi suv, mana nam. Shu holatda ham sizlarga video qilyapman. Asosan kaliyli o'g'itlardan ko'proq foydalanishimiz kerak, sababi hosilni saqlab beradigan bizga kaliy bo'ladi. 10 litr suvga 50 gram kaliy sulfat solamiz aziz obunachilar, har bitta ko'chat tagidan. 10 litr suvga 20 gram karbonat mochevina отдельно beriladi, qo'shib berilmaydi. 10 litr suvga tarkib aytyapman. 10 litr suvga 20 gram pors, 10 litr suvga 12 gram gummat kaliy, 10 litr suvga 20 gram nitrofos, 10 litr suvga sulfat amoniya. Limon tagidan beramiz. Qarabsizki, hosili mana ushlab beradi hosilini aziz obunachilar. Mana savollarga javob berdik. Ishlaringiz davom. Agroteplisa olami doim xizmatingizda. Qanaqa kamchiligi bo'lsa ham biz hech qanaqa bir narsa bilan maqtanishni emas, bizga faqat dehqonlarni foydasi qiziqtiradi aziz obunachilar. Mana kunkuvat, gul hosilini ko'ryapsizlar. Mana kichkina kunkuvat. Ishlaringiz davom, dehqonchiliklaringizga baraka, salomat bo'linglar. Shu bardakligimiz, shu ko'chatlar soni 600 ga yaqin. Hozir bir 3 sutq Tbilisi bo'ladigan bo'lsa, 45 tup katta ko'chat va 600 ga yaqin sotuvga chiqarilgan apelsin mandarinlar bor. Shu uchun bardak ko'rinishi mumkin. Ishlaringiz davom, salomat bo'ling.